Assalamualaikum Uyg'ur qarindoshlarim. Mening ismim Kurash Zulfiqar. Dadimiz ataqliq yozuvchilardan birisi Nasimjon Zulfiqarov Shami o'g'li. O'zi romanist deymiz. Nurg'un teatr sahna asarlarını yazgan, hikayeleri 40-50 yıkın hikayeler, onun da başka yani şiirler, asası özniki icadetin dadımız şu şiirlerden başlatıp ki 40. yıllarda. Bizdeki ailemiz, dadam eski tuğan jütü Çelek yeza, 1925 yıl tuğulgan. 30. yıllarda açaçlıkta ular kaytıdan şu golcığı berip yaktı yaşagan. Dadam torluk söylesem dadam yakı 5 yaşında ötketse okuşlarını şu mektepteyimiz keyinki şu gimnaziyini şu nimde Ürümçi golcılarda okup bitirip şu zamanlarda 44. yılları Uyg'urlarniki tarixida nurg'un o'zgarishlar bo'lib ketdi. Sharq Turkiston 3 viloyat inqilobi shularniki ishtirokchisi deymizmi, yo qatnashadiganlarning birisi dadimiz bo'ldi. Kavalerist sifatida 2 otliq eskadronniki kapitani bo'lgan deymizda. 55 yılları yani her türlü bir sebeplerden Kazakistan'a qaytadan köçüp çıkışga mecbur bulduk. Şu vakti ben uzam 5 yaşımda buldum. Ben uzam Golca'da tuğan bolsam mı 5 yaşımda ben bu yakı çıktım da. Bizim ailemiz Atlan'dan başka yani biz 6 bala. Oğullarının en çoğu ben Küreş. Ben o keyin Galip degan enim. Galip enimizden keyin Erkin. En kendisi oğullarını Azat. Bu hem ballarınki, oğul ballarının simvolları yani Uygurlarınki Küreş, Azat, Erkin, Galip depler. Kızlardan herdimiz çoğu Mihray, sığınımız Zuhra. Keyinki beşek kelip bizdeki ballarımızdaki kelechigi bo'lsin deb bizni O'rus maktabga o'tkazgan. Bizga qandaq bo'lsa O'rus maktab qiyin bo'lib o'tdi. Birinchi qitim shu uyda Uyg'urcha so'zlashgan bilan maktab O'ruscha o'qishga qiyin bo'ldi. Mush Olmutniki markazda O'rus maktabida o'qigan. 67. yıl onu bitirip bizdeki mush Olmutidagi rassamlik uchilishga o'qishdim. Şu vaqtda birinchi qitim bizniki shu uchilishda kitap bezash nima bölüm ochildi. Shuni men o'qishib 4 yilni keyin bitirib Toshkentga o'qishga ketdim. Toshkent teatral san'at institutida. Bu yoqda uni 6 yil o'qiblar teatral institutda. Keyin Olmutiga yollanma eliplar nashriyatda 10 yildan beri yozuvchi nashriyatda ishladim. Nashriyatda bizniki Uyg'ur, Qozoq, Rus, boshqa millatlarning kitoblariga redaktor qilishga, rassamlarniki suratini bezash bizga to'g'ri keldi. Shu zamonda bizniki Jakam Samadi masalan, Jamoliddin Bo'soqov, Xizmat Abdulin, Xillo Mirayev, Ilya Baxtiyor ya başka nurg'un bizniki shoir yozuvchilarniki kitoblarga qarash, yani onun sirtin biz o'zimiz o'xshash rassamlarni ishqi tatib ularga rassam bo'lish sababi o'sha birinchidan ota-onalardan nasihat emasdan o'zingizga birinchi rassam sizib qiziqib o'qib shu zamonlarda nurg'un kitap suratlarni alaylik, uchebnik darslik kitoblarning tarixiy süjetlerini köçürüşke tirishdik.
Keyin şu 64 yıllığı deymi. Ya 65 yıldır buluş gerek. Zakımniki İparxan degen materialniki beşidiz. İparxanның suretini görüp, şu suretini kıyındaş köçegendim. Şularni özlükler bizniki qarab, atamlar qarab, bu sizden bir rəşəm buluş, bir ümit baka deb degandeklar. Keyin 65 yılları Taşkent'den bizniki bir çoğun bir ressam okup gelip bizniki özlükler şunumla tonuştur. Zendin Yusuf degen kişi şu Gonyant turattı. Şu adamlar meni özlükler tonuşturup şuların balları birle jürüp, ressamçılık ögünüp, tabiatniki manzarini sizleş, ögünüp şunak bir ötken. Keyin o akımızdaki nurgun bizge begen derslik emgekleri nahayet çoğun bizge yaxşı boldu, ölgü boldu. Yani şu akımız Zendkam'ın sözü boyunca Taşkent'e berip üzerindeki o çeliştiki ressamlık kesbimini davamlaştırış yukarıga nimdagi yetiş için Taşkent'e berip okuş kendim. Taşkent'te 6 yıl okuduk. Ya da bizdeki körneklik ressamlar mesela Kutluk Başarov Uygurlardan, Engeli İshakov, Medet Qahharov degen aklarımızdan nurgun nimler öğrendik ressamlık kesbini. Yani şu institut bitiren diplomun işi eserindeki tematikisi bugünkü Uygurlar'daki ahvalı asak desek buldu. Uygurlar'ın tarihi menberede kançılık özündeki ahmiyeti şu doğruluk men 5 kağızlık seriyini yeni ayet dep serin beğişledim. 5 kağızlık seri. Şu okuştaki mesela neşret işledim bayağı etkandıkla. Bir de her kaçan bizdeki Cumhuriyetteki körgazmindeki katılışımız Moskva'daki bizge asası çoğun kutuklar, şu Moskva çetelek berip katılışıp keldiğin bizge çoğun kutuk. Moskva'daki SSSR boyunca 3 çoğun bir körgazmindeki katılıştım. Birinci katılışkan işlerim Çemtemir Batır ballarınki süretçi kitapçıdı. Şu işlerle Moskva'da katılmıştım. İkinci Babanlazım'daki liriksi Kazak tili çıkan Uygur örnekleri degen kitap eserlerle katılmıştım. Yani onundaki meniki eserlerim en asası hazırki günde Oğuznama eposu Uygurlar'daki Oğuznama eposu beğişilgan suretler, eserler, suret eserler. Hazır günde nurgun kitaplarını işlevatımız. Mesela meyda yanımda turdu. Biz 11. yılı 11. yılımız hazır qarab bakayım. Şu isim. 2007 yılı Zeynep'den Silmaqulkam Zeynalov'la birleşikte işlegen şeiriyat gülzarı toplamı. Bu kitapta biz asası Uygurlar'ın tarihinde birinci kıtım şairlarınki emgeklerini yığıp bu kitapның yani şu alahirligi bu kitapta 100'e yakın avtorlar. Onunki 20 vatan şair avtorların biri 20 Meşhed'deki Kazakistan'da Özbekistan'da yaşavatkan şairler. Bunu kitapla üzerler kolonlar ilip kösanlar asası bizden bir yerde Nazar Hoca Absimetov'tan başlayımız. Sovet Keneş devrideki Uygur klasik edebiyatındaki başlangıçları. Hem de bu kitapniki, bu avtorlarniki
alfavit boyunca amayla biz yıllar boyunca aldık da. Mesela birinci yılda şu Nazar Hoca Absimetov 1887 yıl tug'ilsa, onun ikincisi yeşil qarab Abdxaliq Uyg'ur bir yerde. Mana Abdxaliq Uyg'ur mangdi. Biz yılı qarab mangdık da. Bu Kirillisi çıkan bile, bizdeki Rus tilida Kirillisi bile çıkan bile, başka avtorlarniki, mesela bizdeki vatandaki Uyghur, Arap bile çıkan kitaplarını nurgunda hazır yaşlar okumaydı. Bu birinci qitim şu bizdeki vatandaki şairlarniki emgeklerini Kirillisi köçürüp Kirillisi berdik. Yani bu hem de hazır günde bu asası bir ensiklopediya bo'lib ketdi. Uyg'ur şeriatniki ensiklopediyasi. Vatandagi bizniki avtorlar nurg'un inqaslarni berdi. Ikkinchi kitobni olsak, o'sha dadimiz bilan birlik ishlagan Uyg'ur urf-odatlari. O'zinglar yaxshi bilsizlar, vatanda Arab tilida Uyg'ur urf-odatlari chiqqan. U bizga shunaqa nihoyat yaxshi bir ta'sir berdi. Keyin bizmi mayda jamiyat bizniki o'sha dadimiz avtor birlikda o'sha vatandagi chiqqan Arab yezig'ida Uyg'ur kirillisi ko'chirib, keyin uningda boshqa yana dadam o'ziniki nurg'unlagan urf-odat tematikasi, Uyg'urlarniki hayotiga nimalarga bag'ishlagan materiallarini qo'shiblar. Buni biz shu yili 2008 yili bo'lgan bilan Mahmud Qashqariniki 100 ming yillig'i berishlab mush kitobni chiqardik. Endi buniki bezash to'g'riliq dizayn kitobni o'zim ishlash to'g'ri kelib qoldi. Bu hozirgi kunda bu nihoyat bizniki Uyg'urlarniki her millet o'ziniki urf-odatlari, masalan rasm qoidalarini ko'rish uchun nurg'un yordam beryapti. Bu kitoblarda her maktablarda, her ma'lumlarda qo'li bor. Buni kirish so'zini dadam o'zi yozdi. Bunu o'zinglar kelib ko'rganda, buni beshida bizniki klassiklarimiz Yusuf Xasxajevniki en yaxshi she'rlari namunalaridan elingan bu yerda. Bu kitap 15 ga yaqin tematik bölündü. 15 ga yaqin. Bu kitapta yana en yaxshisi shu ballarniki qo'shoqlari, ballarniki o'yin oyunları meselende şunak nimle berilgen. Yani ayallığa tazılık, olsun, Osman mesela böşük nakışları şunak nurgun berilgen. Yani bizimki Uygurlarınki tarihinde en ilki mucizeler dep atayımız o da hazır. Mesela İpek yol onun qandaq bo'lib kelishi, Uyg'urlarniki birinchi qitim o'sha tarixda, Uyg'urlarning dunyo tarixida 12-yili asrlarda, 10-asrlarda birinchi qitim Uyg'urlarniki kitob 5 usullari, masalan nashriyatlar, buning to'g'riliq materiallar bor. Uyg'urlarniki ipak chiqarish, masalan qog'oz chiqarish, tarihi meditsina to'g'riliq bizniki Uyg'urlarniki nurg'un yaxshi nimalar bor. Bu kitobniki ta'siri zo'rda bugungi kunda. Her bölümden oldida o'ziniki bunday ranglik bölüm bor. Shmuts titel deymiz. Ana yurt ming uy san'ati deymiz. Ming uy qanday kelib chiqishi, qandaq yadikorlar tepildi bu yerda,
qandaq tasviriy san'atniki monumentalning men uyiniki rospисli bezaklik men uyiniki nimlari kucha men uyiniki qizil men uyiniki shunaqa nimlari bor. Şu degan her bir bölümde mesela Uyg'ur benakarlığı deb ataydı bana. Uyg'ur benakarlığı dedi. Uyg'urlarniki arxitektura, meçit, mazar, hozirgi zaman sen şehirniki mimarları mesela Örümçedeki Xalq teatrı mesela Amini Saxanniki mazarı yana şu Uyg'urlarniki dehqonchilik deb deyli. Yagi qandaq aydash, qandaq usul berish, qandaq nimdan terish, Uyg'urlarning an'analari shu. Bag'vanchilik. Bayqa aytganda 15 ga yaqin bo'lim bor. Uyg'urlarningki Ezil çaqçaqları deb ataylı. Uyg'urlarniki klassiklari. Bu kitap bir 2 yıldan beri nurg'un emgak ketdi. Bu kitap yana bir alohidaligi bor. Uyg'ur tili bilan kirillitsa yana o'ris tilida tarjima qilingan. Ana hozir bizniki nurg'un Uyg'ur yoshlari bu kitobni o'qilaydi. Endi meniki niyatim bo'lsa, shu kitobni inglizcha boshqa tilga tarjima qilinib chiqsa, texnik yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Endi 3-kitabını hazır 3 emas, hamda hozirgi kunda dadimizniki talibi bo'yicha o'ziniki emgaklarini hammani yig'ib selishtirsak 12 tom iborat bo'lib chiqdi ekan. Hozirgi bugün kunda Yanartağ'niki 3 tomu chiqdi. Hamma kitoblar mushu bir xil sifatlik bo'ldi. Onun mushu sirtki muqaddimda teşhide tomlar berildi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi deblar. Muqavada yozildi. Masalan bu Yanartaq 3 tom deb mana berdik. Keyin kitob Sarab 2 tom bo'ldi. Uningdan keyin Lutfullo Mutallib romani bilan Ahmadjon Qasimning hikoyalari, G'ani Boturning hikoyalari 6 tom bo'ldi. Onun yana nurg'un teatrga yozgan asarlari bor, pyesalari sahnalashtirgan. Onu alaytan onundan bir 15 ga yaqin sahna asarlari bor. O alaytan bir tom bo'lib chiqdi. Keyin Uyg'urlarniki hayotida mayli G'uljida bo'lsin, mayli mushu Qozog'iston TV'da o'tgan bir voqealar, qiziq bir hikoyalari, yani bir tom hikoyalari. U yerda bir 40 dan oshiq hikoyalari bor. Yani bayaq men aytgandek dadam o'ziniki ijodini mushu 40-yillarda, 42-yillardan boshlasa, şu she'r to'plamlari, shu dastlabki she'rlardan boshlab, mushu bugungi kungacha yozgan, oxirgi kunlargacha yozgan bir alaytan bir tom she'r poemalari chiqdi. Endi dadam hammani yig'ib tayyorlab bo'lgandan keyin biz o'zim shaxsan nurg'un materiallarni uning ustidan topdim. Mushu 55-yillardan tortib gazetlar nurg'un maqolalarni, o'chirklarni yozgan. Shu maqola o'chirklardan hozir 100 dan ortiq bo'lib chiqyapti. Men o'ylaymanki, shu 12-tomi shu maqola o'chirklari bo'lib chiqdi deb o'ylayapman. Hamda dadimizniki butun umr hayoti shu vatan deb o'tgan. Onunki shu qanday biz bilamiz, shu kitoblarni ko'rsak, mayli 19-o'tirda bo'lgan asarlarda Uyg'urlarning nurg'un bir qo'zg'olonlari, masalan, Sadra Palvon Bulalnazim, Seyit Muhammad Qashi, Nizamdin Axunum, shunaqa nurg'unlagan nimlar o'tgan shaxslar, qahramonlar shuning to'g'riliqi o'ziniki Yanartaq romanini shuning beg'ishlagan qildi. U menimcha men
bir yig'inda mashtaq o'tirib tilimda qandaq chiqib ketdi bilmayman. Moshu dadamniki 3 tom yozgan amigiga bugun kunda qanday desam bo'ldi. Lev Tolstoy urush ve tinchlik degan bir roman bor. Lev Tolstoyning Vayna и мир deymiz-ku. Shuni Ruslarning tarixiga, Ruslarniki Napoleon urush zamanlari beg'ishlangan bo'lsa, bu dadamniki shu Uyg'urlarniki shu Lev Tolstoyniki kitobini selishtirib degan bo'ldi ekanda. Vayna и мир Uyg'urlarniki varianti deb o'ylayapman bugungi kunda. Bugungi kunda. Bu nihoyat qiziq kitob, tarixiy nurg'un ma'lumotlar bor. Uyg'urlarniki shu Eli sultonligining hayoti, Uyg'urlarniki shu zaman tarix taqdiri, bir yerdan ketish, ko'chib o'tishi, yani ikkiga bo'linib, uni shu zamandagi Rossiyaga tavasiy qo'shib, bu Uyg'urlar uchun nihoyat bir eng ig'ir fajia bo'ldi deb o'ylayman-da. Yani şu zamanki obrazlarni nurg'un yaratdi dedim deyman. Sadir Palvonning obrazi masalan. Abdurasul Amirniki, Bilal Nazimning obrazi, Seyit Mehmet Qashining obrazi, Nizamdin Axunimning obrazi, Veliboyning obrazlari shunaqa yaxshi Uyg'urlarniki, shaxslarniki, vatanparvar odamlarniki obrazini yaratgan. Asosiy emgekleri dadamniki shu bitagan yili deb o'ylasak, 2085 yashiga yetishtirib bitiribganda, keyingi 2 yilni shu hamma kitoblarni yig'ib bir tartibga selib, saramjon qilib, shu bizniki yaxshi yordam berib bergan Alisher Khalilov, Mir Nashiratniki direktori, bizga shu dadamning uyda o'tirib pishirgan bo'lsa-mu, shu bolalarni, qizlarni shu dadamning uyiga evitib, shular eshada o'tirib kompyuterda tozalab, ratlab ishlab berganiga shu Alisher'niki hurmati cho'ng deb o'ylayapman-da. Shu oxirgi 2 yil nihoyat shu üzülmasdan dadam o'ziga harbiy adam bo'lganki, onun nurg'un adamlar bildi. Etgan soat 6da turib, 7da taloq chiqib, ozroq mashq qiladi. U shu urush zamonlaridan qolgan o'ziniki bir nimasi bo'lish kerak deymi? Odatchi. Har qachon bir yarim soat mashq qilib, choy ichib o'tirib, keyin emgak qiladi. Tushgacha bir 3-4 soat o'tirib, tushdan keyin bir 2-3 soat o'tirib, dam elib, ya'ni kechsi qarasak, mush derazda har qachon deraza yo'riq tushadi. Demak, shu bitmagan yerlar bor ekan. Yaxshi pishmagan yerlar bor ekanda, shuni o'tirib qo'shib yozadi. Har qachon uyga kirsam, kabinetga materiallar yeyillik, qaysi material qayerda turadiganini yaxshi bildi. Birdamla buni roman ustida bir o'tirib ishlaydi, birdam sarap roman ustida o'tirib ishlaydi. Shunaqa emgak. Ya adam o'ziniki yeshi cho'ng bo'lgan sirimi, endi dadamizniki niyati shu bizniki kelajak avlodlarga yaxshi bir kitoblarni qoldirsam, bizning tariximizni shu kitoblarda o'qib bilsa deb o'yi botdi. Ama şu hammani bu saramjon qilib ishlatdi, tirishib ishlatdi. Oxirgi 2 yil hayoti shu kitoblar o'tdi-da. Agar kitob bo'lmasa o'zim yo'qotib qo'yatdim-ki deb o'yladim. Meni hayotni tutgan narsa kitob ekanda, har qachon ishlab tirishiblar. Uning o'yi kitobniki nusxasi, masalan, har kitob roman kitap 300 dana bo'lsa-mu, uning birinchi o'yi bo'lgan, bizda shu Qozog'istonda 63 ga yaqin
Uyg'ur aralash maktablar bor. Qozoq, Uyg'ur, O'rus, Uyg'ur maktablar bor. Shu har maktabga shu 13 kitobdan komplekt qilib sovg'a qilish birinchidan. Bizning jamiyatlarga sovg'a qilish. Shu bizniki Cumhuriyetlik kitapxonlarga qoldirish. Qandaqdir men bir shu cho'ng bizniki kitapxonlarga berib qoldim. Dadamniki bir piyesini izlab to'g'ri kelib qoldi. Shu borganda men kartotekada qarasam, kitapxonniki eng ko'p kitoblarni dadamniki ashadmak ko'rdim. Bizniki Qozog'iston yozuvchilarniki boshqalardan dadamning eng ko'p kitoblari. Chunki dadam o'zi shu her bir kishi, yani tahlilni onun punktualini isteymizmi? Her yak berip yetkizish, yaxshi xabarlardan chatda qolmay jamiyatga ko'p aralashadi. Asas niyet hozirgi yoshlarga bir ulgu bo'lsin deb Uyg'urlarning urf-odatlarining tarixini shunaq o'xshashliqi o'zniki millatini unutmasligi uchun shu kitob asosi shuning o'zniki emgaklarini berishlanmadi. Onunki keyin shu urf-odatlar ishlaganda o'zi olaytan bir nurg'un materiallarni jiqqan bu. Shu o'qish zamonlarida gimnaziyada masalan undaq aytsak 25-yil may to'lgan bo'lsa, uni 5-6 yoshida o'tkilar chelak to'lgan bilan mashadagi qiyin ahvollar bir kelib qoldi. G'o'ljiga ko'chish to'g'ri kelib qoldi. G'o'lji bo'lganki, G'o'ljida u yoqda 24 yil yashab, uning nurg'un Uyg'urlarniki hayoti, urf-odatlari, yezi hayatı mesela şundak nurg'un narsa uniki ulgu badda ko'p narsani o'rganib kelgandek bo'ldi deb o'ylayapman-da. Chunki ular keyin bilganlari keyin kitoblarga nurg'un ta'sir berdi. Nurg'un Uyg'urlarniki uyda qanday yashaydi, qanday parang qilishi, qanday izzatlash, cho'nglarni izzatlash, kichiklarni kichiklar qarab, cho'nglarni hurmatlash, kichiklarni izzatlash degandeklar. Keyin shu o'qishchilari gimnaziyada shu dadamizniki cho'ng aqllari, masalan Abdulla Zakirilla alayli, Lutful Mutalibniki kitoblari ular bir-birsidan shu izlashib so'rab o'qatdi ekan. Shu vaqtda dadam shu o'zbek klassik adabiyotniki hozirgi zaman o'zbek avtorlardan Abdulla Qahari, Uyg'un, nurg'un ashtaq avtorlardan Qahar degan shu ularning emgaklaridan o'qigan. Shu meningcha shu nurg'un unga ta'sir berdi deb o'ylayapman. Keyingi uniki ijod etdi deb. Asas niyat shu kelajakka yaxshi bir nimlar qolsin deblar. Men o'zim keyingi shu nashriyat ishlaganda bir muncha redaktor bolalar bilan ko'rishdimda. Ular shu institutda o'qiydi, filologiyada. Kunduzi keliblar, nimda nashriyat ishlaydi. Ular shu dadamniki kitoblarini biz Kurashaka biz burundan shu kitobxonlarda, maktablarda o'qigan chog'da bizda shu Masimjon Zulfiqarovniki tematikasi kelganda shundoq biz kitoblarini, romanlarini so'yib o'qatdik deblar. Hozir mana Xudoga shukri biz shu Masimjon akimizning kitobini o'zimiz redaktor sifatida qarab ishlayotganmiz. Biz hayotimizga cho'ng bir rahmat deyishimiz kerak dedi. Hozirgi hayot vaqti shunaq bir cho'ng bir avtor bilan ishlash bizga nasib bo'ldi deb so'zlarni olindi qizlarning bolalardan. Endi mana nimishga bizniki endirimizniki ismlari, meniki ismim ashtaq
kurash, g'olib, erkin, ozod deb atılışı özü vatanda harbiy xizmatchisi bo'lg'acha şu arzulari şu zamanda bo'lgan bolalarga shu ismlarni qo'yganda qachon vatan ozod bo'ldi, qachon vatan kurash qildi, qachon bizning vatanimiz g'alaba bo'ldi deblar ozod bo'ldi, erkinlik yashaymiz degan shu ismlar bizning bolalarga indirimga bekor qo'yilmoqda deb o'ylayapti. Qizlarning ismi har qachon liriklik, mehri, Zuhra deb atildi. Endi dadam qandaqdi meni shu o'qish tushishim sababi 67-yilda. Yana shu kitob bezash bo'limiga tushishim qandaqdi bir dadamning bir sabab bo'ldi, yardım bo'ldimi deymizmi, yo niyati bo'ldimi? Bizning ta'limimizga işte bir bölüm açılgan. O bölüm bizden keyin yepilib kitap bezash bölümü deb o'chilishdi. Sonunda qandaqdi men shu bölümge tushib 4 yil uni o'qidim. Shu bizga hozirgi kunda shunday cho'ng bir yordam beryapti-da. Keyin men redaksiyalarda ko'p ishildim. Nurg'un avtorlarning bayaq aytgandek kitaplarını bezidik. Kitapçı suratçı kitaplarını işledik, balaga beg'ishlangan. Hem de bunu yanartaq kitabida biz hem de hozir o'g'illarni cho'ng bo'lgan ki men mush kitaplarni ki dadamniki men davomlashtirishim kerak. Uni nashriga berib, chiqarib, bezab, teshini shunaq sifatlik materiallarni berib, masalan, buni kitapning birinchi kitobni olaylik. Birinchi tomni. Dadamniki shu oxirgi shu zamonda kitap yozgan zamonda suratlarini beryapmiz buni. Shu vaqtda yashi 80, 75-80larda. 70 yoshlarda. Bu yerda menimki o'zimniki emgaklarim yana shu dadamniki kitobi beg'ishlangan Uyg'urlarniki tariximizdagi ulug' namoyandalari deb bilishadi. Mana Sadir Palvonning surati birinchida. Bu birinchi top Sadir Palvonniki asosiy hayoti bu yerda, uni qilgan xizmati bu yerda, urush qatnashganlari, sepillarni qo'llab, partlangan nimlarni. Şu kitapga yanartaqı beg'ishlab 12-11 surat nim qildimda, asar ishildim, linogravura deb. Shu birinchi surat Sadir Palvon, uning kitobda 3 qism bo'lsa, kitob 3 qismda, birinchi tom 3 qism, har qismda mashtaq avtonimlarniki obrazlari bu yerda. Yana uningda boshqa o'zim o'sha tarixiy suratlar qiziqishim bilan nurg'un Uyg'urlarning kon suratlarini izlab jiqqandim. Mesela hazır mayli 5 mesele ko'zda shu zamondagi asosiy bizning qahramonlarimiz mana mayli Alaxon Sultonniki harbiy kiyimda o'tirib tushgan surat, masalan Alaxon Sultonniki o'rda xizmatchilari, masalan shu yillarda bu yerda Alaxon Sultonniki oila ayollari, qizlari, oq inlari, şu zamandaki Uyg'urlarniki, Uyg'ur tungan adamlarning ko'rinishleri, Sadir Palvonniki portreti, uni birinchi qitim Qozog'iston ataqli ressam Kassiyev chizgan ressam surati Sadir Palvonniki. Ostidagi bizdagi Bishkekdagi xalq rassomi Sabit Bobojonovniki Sadir Palvon sepilniki oldida bayonda elishini oldida. Şıqılıp şu vaqtda obyektiv qarab bir ressam, qaysi bir ressam bo'lsin, qaysi bir surat bo'lsin, shu kitobga loyiq suratlarda bu yerda. Masalan, shu zamondagi Nazigum bizniki qahramon qizimiz Marsita Xonov sizgan ressam suratda. Zendikam Yusupov sizgan Mayimxon nimniki, Nazigumniki dushmanning qo'lga tushgan. Bu yerda şu vaqt şu zamandaki
19 asrning Uyg'ur qo'zg'olonchilarniki bir gruppa odamlar o'tirdi edi. Meydem bo'lsa mana Nazugumniki men o'zim sizgan asar Nazugum o'tirdi. Mana shu vaqtda Baytullah mechitdaymizmi G'uljadagi shuni ko'rinishi mana Baytullah mechit. Tövendeki surat bu yerda Mazam zatniki o'g'li Buvaq Xo'ja. Buvaq Xo'ja. Qo'rg'uvchi bilan. Mayda Mayimxonning surati mana. Bu ham suratlar bir seriya deb o'ylaymiz-ku, bir как serial deb tushidi, seriya deymiz. 11 qog'oz suratda Mayimxonniki, Nazugumniki, Bayestekler, Sadır Palvan. Meydim şu zamandaki kon surat yiyecekçi adam. Yiyecekçi adamdı. Uygurların ayarların kiyim nimleri, görünüşleri. Şu zamanki Yerkent Bazar. Meydi bulan lazım. İkinci kısım bulan lazımga beğişlandı. Şu bulan lazım bilen beğişlandı bana. Bulan lazım kendimse kısmı başladı. Üçüncü kısım hazır oңай tapsam yaxşı bo'ladi. Vaqtini kaçırmay. Her bir kısmı birden surat. Hem de her qaysı kitap men sözlep etevesem vaqt yaman nurun ketidi. Bizde Ürümçi'de bu kitaplarını Sadır Palvan deb nom bilan chiqdi. Arapça yazıqlı, Uyg'ur Arap yazıqlı. Biroq men keyin ansam nurg'un nimlarni faktlarni qisqartib aytgan bo'lish kerak deb o'ylayapman. Endi hozir o'sha har kitob o'ziniki ichidagi boy material, shu material loyiq fotolar, sizgan suratlar, shuna to'liqlantirganda. Endi mening niyatim, dadamning niyati bo'lgan o'sha chet ellarga bu kitob basa. İngiliz, nemis, fransuz tillari tercüm kılınsa deb o'ylagan. Çünkü bu Uyg'urlarning tarixini yalnız o'zimizda qolmaylar boshqa millatlar to'nsa o'qisa bo'ladi deb o'ylayman. Bizniki o'sha bolalarniki mana arzu armonlari buni ko'paytirib chiqarib nurg'un yerlarga yetkazsak deb o'ylayapman. Bir yerde yet kalmışsın dep o'ylayapman da. Sonra bu shunaqa o'yla deb o'ylayapman. Bir original bir foto bor. Bu foto meningcha hozir hech kimda yo'q deb o'ylayman. Bu qanaqdir bir sababli mening qo'limga tushdi bu surat. Bu surat şu zamanki 19. asrda Uyg'ur olim Pantusov Uyg'urlarniki diyoriga G'uljin tavasiga berib Uyg'urlarniki hayotini o'rganib, ularniki qo'shoqlarini, urf-odatlarini nurg'un o'rganib, klassik dostonlarini yig'ib, shu vaqtda Pantusovniki Bolal Nazim, Seyit Mehmet Qashi, Şemsizli Xalpam, Nizamdin Axunovlar bilan birga tushgan surat. Bu meniki asli meniki shaxsan o'zimniki fondning eng birinchi original surat deb hisoblayman. Men birinchi qitim bu kitobni beryapman, chunki bu kitobniki asosiy mazmuni shu odamlar to'g'risida deb o'ylayman. İkinchide meniki o'zimniki hayotim to'g'riliq so'zlasam, o'zim shu uchilishni bitaganki bizniki shu diplom ish to'g'riliq kelib qolganda nem tematika qanday mazmunda ishlayman deb bir o'y kelganda kitoblarni men nurg'un o'qitirdim. Keyin qaysi bir kitobxonda Cho'qon Valixonov to'g'riliq kitob qo'limga tushdi-da. Cho'qon Valixonovki o'zinglar yaxshi bilishinglar kerak, tarixda Rus qozoq olimi, dastlabki qozoq olimi
54-chi, keyin 59-yili 2 qatim bizning vataniga safar qilgan. 54-yili G'uljiga bir safar qildi. Keyin 2-chi qatim Qashqariyga berib bir 8 oy turib, yerda Uyg'urlarning tarixini, hayotini, örf-odatini o'rganib, nurg'un amgaklarni yezib, shu zamondagi dunyo geografiyalik nimalarda nihoyat qisqa materiallar bo'lgan Qashqariy to'liqchi shu Valixonov shu vaqtda dunyoga nurg'un Uyg'urlarning nimalarini materiallarni ochib, shu vaqtda oq dog'ni ochgan odam mana shu Valixonov. Men shundoq hurmatim bilan bu tematikani elib ishildim. Umum 5 qog'oz iborat surat, 5 surat qog'ozda. Chuqon Valixonovniki Qashqariyga safar deb tematika. Bu meniki 71-yili diplom ishim bo'lgan. Shundan bilan buni yuqori olib bitirdim. Kelajak meniki har bir ishlarim bo'lsa, bir amgaklarim bo'lsa, asosan Uyg'urlarning tarixiga bag'ishlangan materiallarda boyaqa og'anilik Uyg'ur namoyandalari 19-asr. Ya'ni bizniki tarixiy namoyandalar. Shunaqa deb o'yladim mana. Shu Valixonov asosan meniki diplom ishim shu bo'lgan. Keyingi ishim Toshkentga boyaq men so'zlab bergandim. Uchilish institutini bitirganda yangi hayot deb tematika bo'ldi. Yangi hayot o bizniki Uyg'urlarniki tarixda qanday o'rni, qanday amgaklari, qanday o'tgan ig'ir kunlari bo'ldi deb mana mayda 2 surat bor. Yangi hayot degan. Birinchi qayg'uli kunlar Uyg'urlarniki shu Jo'zuntanning qo'liga tushib vayron bo'lib ketganini bizning vatanimiz. Ikkinchisi Uyg'urlarniki majbur bo'ldi ko'ch deb ko'chib chiqishi. Eli tavasini G'uljidan elining tuvan tarafdan ko'chishdi. Bu ilk 5 qog'ozdan 2 surat berganman badimda. Ko'ch bu bizniki mening institutni bitirib shu diplom ishim bo'ldi. Hozir kunda mening cho'ng bir armanim bor. Uyg'ur turk klassik namoyandalari deblar. Ya uni yana boshqacha atash bo'ladi. O'rischa aytgan Jemchujina Tюркский poyez deymiz. Uyg'urcha turk shariatining javharlari desak bo'ldi ekanda. Shuningda 100 ga yaqin mana turk klassik adabiyotininki amgaklarini nurg'un yig'dim. Hozircha bugungi kunda 1000 batdan ortiq bo'ldi. Mesela şu bizdeki ataklık, danlık bir klasikimiz dep hesaplayma. Dini perver, kumaracını başladım. Mınak olsam bir yerdeki klasiklerimiz ne, şu Amerika nimeden başlayımızda oturdu. O isim de çıktı. Tədim, birinçidim. İkinçiden aşı kitapları suratlarını tayyorlayman. Her bir namoyandanga alaytan bir portret obraz bo'ldi. Men kumarajini boshlab bugun kungacha shu 20-asrgacha taqib ekyapman-da, shu kitobni ekyapman men. Bu yerda Abdurasul bo'ldi уже. Bu 20-asr deb hisoblayapmiz buni. Ama shu ağalarni 15 asr deb men kelishtiryapman-da. Hozir bizniki maytlar o'ylaydi, juda Uyg'ur klassik, o'sha turk klassik shariatda 1000 yil deb o'ylayotdim. Men ya'ni 5 yil, 5 asr yoq operatmanda Kumarajidan boshlayapman. Nurg'un bizniki bu davrdagi Uyg'ur shoirlarni yig'dim men. Ularning amgaklarini. Men ko'p shu mening amgagimga yordam qilayotgan shu buloq jurnal bizning vatandan chiqayotgan.
Bu bulaq jurnalın özüңlə yaxşı bilişiңlə kerak. Bütün bizdeki dünya klassiklarınınki əmgəkləri məşğulluğu var. Bunu mən kirillisiga elib, ağdırıb, rətlab kelyapman da bulaq jurnalı. Mening niyetim şu 15 bir yarım ming yıl Uyghur Türk klassik şeriatıga diplomaşlık begişlap etmem. Hazırmış ahirki günlerdemiş meniki. Bu mening yig'ayotgan sebebi hazır bizdeki Türk dünyası deymiz. Türk devletleri de şu Yakutistan'dan başlap Türkiye'ye çıkıp berip taqaymızga Türk xalqlar. Şularniki asası ulanki dastanları mesela eposları klasiklerini yığıp nurgun nimlerini emgek kuatımızdan da. Hazırki günde bizniki muşu yaşlığa yaxşı kitap qo'lga tushsa, mesela yaxşı kitap o'qisa, bunda aytganda hozir kitap az o'qiydigan bo'ldi. Hozir zamon kompyuter bo'lib ketdi. İnternet bo'lib ketdi. Bir nima o'qiyman desa, internetni ochib o'qiydi ekan. Biroq shu kitobga nihoyat oz qiziqish bo'ldi-da. Bayaqi yana qaytlayman, o'sha dadamning kitoblarini kichik harflar emas, sal yuqoriroq harflar tegizayapman-da. Ya Krashika undaq bo'lmaydi, 11'de tereli desa yo'q. Cho'ng harflar tereli. Hozir o'qiydigan odamlar oz, kam deb turibdi. Chunki o'sha bayaqi uni qaytlab, qo'shib o'tsizda keyin. Nimisin her bir bet, her bir nimdemiz eser deb o'ylayman-da. Şu zamanning tili bilan yozgan mesela. Şu zamanniki adamlarniki örp qoidalari, çaqchaqlari, so'zlashları bu qanday bir kon til bilan yozildi deb bir mishli kitobxonlarda mesela redaktorlar bir tushunmaydigan bir so'zlar qo'y deb dadam bilan ularni xeyr bir spor qildi. Dadam aytadi, "Men qanday yozsam shunday chiqarsizlar" dedi. Hech so'zni hozirgi zamonga o'zgartmanglar. Çünkü bu konu Uygurlarning sözleri, Sadır Palvanning sözü, Bilal Nazımning sözleri şu zaman. Hazır zaman bana internet taya içip körmez deb. Yakında man bir bal müracaat qildi. Mush Messenger'niki bir yanarta kitapni internet besaq dedi. Meden baldır kitapla çıksın dedim. Keyin o ahvalını qaraymiz dedim. Onda qanday nimler materiallar var desa, men dedim o'sha sizlarniki hozir yoshlarga yordam beradigan, yoshlarni tarbiyalaydigan bir bolalarning qo'shoqlari, tematikasi dadamniki bor deb shuni biz internet orqali evet o internetda bor. Bolalarniki adabiyot ijod etdi-da. Tepishmoqlari ya da o'yinlar, she'rlar, qo'shoqlar shunaqa nima. Вот. Balla endi o'qisin deblar. Her zaman adam o'ziniki vaqt kelib ketadigan vaqtga biroq bizma o'sha yeshimizni 63lar kelib qolsa bizma qandaqdir bir yaxshi bir nimalarni qoldirsak deblar. O seniki kon zamonniki yanayliqi nimsini chevatsa deganliklar emas. Biz hozir men maktabdan nurg'un borman, o'sha yezlarga bormiz. Öz vaqtim shu Nadiriyamlar bilan nimlar qizlar berib maktablarga gazetlarni chiqaratdik, yosh avlod deb gazetlarni, kichik bolalarning gazetlari uchun. Ularning maqollalarini beratdik gazetga, ularning she'rlarini, bolalarning o'sha maktab o'qiyotgan bolalarning tepishmoqlarini gazetga beratdik. Ular qiziqib o'sha gazetlarni elib, yangi materialni yig'ib beratdik. Biz yana o'sha yezlarga berib, yig'ib, aklib, yana keyin kaptani yangi gazet chiqaratdik. Bu 2001 yılları bo'lganda. Şu vaqtda men maktablarga kirib, klasslarga qarasam, bizniki shu rassamlarniki qaysi bir kitob, bir jurnalni kesib olayotgan bir stend qildi ekanda, bundaq nagladni deydi o'rislamda ko'riblar. Referatlarni yozdi, keyin dedi, Krashka
bizim şu ressamlar to'g'riliq nihoyat oz material, sizlarning asarlaringlarni bir romanlardan bir yerlarni elib kesib chaplab olamiz deblarchi. Keyin men o'yladim, bularga bir yordam qilish kerak maktablar. Biz mush Olmaotada o'tirib yezlarga yordam qilmasak, bu qandaq ish deblar o'zim mushu bayqi ishlagan emgaklardan 11 surat bo'lsa alaydan bir albom yasab maktablarga taqdim. O bir albom, ikinci albom bizniki hozirgi zaman Uyg'ur yozuvchi shoirlarimizda bir 20 yaqin avtorlar bor. Arman məqsəd ətini var, şunu toplab yetidir. Yetini var, yetmeyen var, ömür şunda yetidir. Yetini var, yetmeyen var, ömür şunda yetidir. Bezenadan ahmakka korkuluk mu gittidir? Bezenadan ahmakka korkuluk mu gittidir? Ey Rabbuma unda ha ömür şunda dündür. Ey Rabbuma unda ha ömür şunda dündür. Ey güller Kendine karşıma ömür şunda yürüdüm. Kendine karşıma ömür şunda yürüdüm. Ey güller şunda yürüdüm. Ey güller şunda
Yaman məqsəd ətini var, şunu toplab yetidur. Yetmi ba, yetmeyen ba, ömür şunda yürüdür. Yetmi ba, yetmeyen ba, ömür şunda yürüdür. Ey güller şunda yürüdür. Bezen adam ahmakka kor bulup mu getidur? Bezen adam ahmakka kor bulup mu getidur? Ey Rabbuma unda ha ömür şunda yürüdür. Ey Rabbuma unda ha ömür şunda yürüdür. Ey güller şunda yürüdür. Kendine karşıma ömür şunda yürüdür. Kendine karşıma ömür şunda yürüdür. Ey güller şunda yürüdür. Ey güller şunda yürüdür. Hürmetli televizyon köyükçüler, şunun bilen bugünkü Hayat Şahitler programımız müşahede ayaklaştı. Hayır hoş, keler kıtımlık programımızı görüşkice aman boğaysızlar.